Farg'ona shahardan gaz suv svetlarida muammosi yo'q joydan 4 sotixli mana shunaqa korobka holatida sizlarga bitta uy topib qo'ydim aka. Ko'rib, bitta video obzor ko'p chiqamiz. Xo'p, mana bu orqa hovlisi aka. Bu tomonida ikkita xonasi tayyor. Kelib, vaqtincha yashab turgani tupli pollargacha qilib qo'yilgan. Aboylarni yopishtirib yashashga tayyor qilib qo'yishgan. Xo'p, bu tomonni yonida bitta sanuzeligacha tayyor qilib qo'yilgan, kelib vaqtincha yashab turgani. Endi bunisi mana 2 qavatli qilib solingan. Manzilimiz Farg'ona shaharida mana 9-avtobazani yonida. Mana shunaqangi qilib 2 qavatli qilib solingan. Korobka holatida aka. Xo'p, mana bunisida birinchisida mana bu sanuzeliga joy tashalgan, bunisi oshxona. Bunisi detskiy xona qilasizmi? Shunga o'xshagan xona. Naryoqda bitta zal aka. Endi tepasiga chiqamiz. Ikkinchi qavatiga ham chiqib oldik aka. Chiqishimizga mana to'g'rigina bitta zal qilasiz aka. Bunisi ham mana elektromontajlari bo'lgan. Gaz, suv, svetlari hamma yo'g'i kirgan. Ozgina kosmetik remontlarni qilib, akvaryumlarni qo'yib olasiz. Hamma yo'g'i tayyor, yashashga tayyor bo'ladi. Bunisi yana bitta xonasi o'zini sanuzeli bilan ichida. Spanneksiz bo'laverar ekan aka. Mayatini garderob qilib, bunisini yotoqxona qilsiz, hali ham bunisini sanuzel qilib, bunisini yotoqxona qilsiz ham bo'laverar ekan. Shunda bu xonalarimiz soni ikkinchi qavatida 4 ta bo'lyapti, pastda 3 ta xona, jami 7 xona, orqa tomonida o'zini kichkinagina qilib solingan 2 ta xonasi bor, u yashashga tayyor. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shahar 9-avtobazani yonida 4 sotixli gaz suv svetlaridan muammosi yo'q joyda. Narxini 61 mingga baholanyapti aka. Bitta kelib ko'ring aka. Narxini arzon qilib tushib beradigan joyi bor.